Hoş ketdi. Bozorga kirishni imkoni yo'q. Mol serobligidan mollarda ap kirib bo'lmayapti ichkariga. Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, chorva ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bugun 14-iyul. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahida mol bozoriga yetib kelganmiz. Erta tongdan sizlar uchun bozordagi holatlarni bir qator video roligimiz orqali ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Hurmatli aziz obunachilar, bugunga ishonavering, mollar o'ta ham serob bugun. Hamma mol sotqani chiqqan shekilli bugun. Molni ko'pligini qarang. Kirish joyidan molni olib kirishda o'zi muammo bo'lyapti. İchkarida odam sig'maydi. Bugun narx-navo qanday bo'ladi? Bir donadan videoni boshidan like bosib, videoni oxirigacha tomosha qiling. Mollarni ko'ring. Odam ham serob bugun, mol ham serob. Nech pul bu? 25 million so'mdan. Assalomu alaykum. 13,5 buyurib nasib qilsam zo'r bo'pti. Buni ajin nech pul bo'ldi mana shuni ajin? 19,5. 19,5 million so'm bo'ldi mana shuni o'zi. Buni ajin. Lekin sifati bor narsa ekan. Hurmatli obunachilar, bir donadan like bosib videoni oxirigacha ko'rib turing. Novas nech pul bo'ldi? 22 million so'm bo'ldi, hurmatli obunachilar. Buchi 29 ina bola. Qo'chqar nech pul bo'ldi? 39. Zo'r. 3 million 900 bo'ldi, hurmatli obunachilar. Like bosib videoni oxirigacha ko'rib turing. Narx-navolarga qiziqqan aka-ukalarimiz uchun bir qator bozor narxlarini, sotilgan narxlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Nech pul bo'ldi bu buqa? 22,5 million so'm bo'ldi. Bunisi nech pul bo'ldi? 22. Bunisi ham 22 million so'm bo'ldi, lekin buni sifati bor. Bu nech pul bo'ldi? 16 million so'm bo'ldi, hurmatli obunachilar. Nech pul bo'ldi bu? Bo'ldi. Bu ikkalasi nech pul bo'ldi bular? 17 million so'm bo'ldi. Xunojin, hurmatli obunachilar, ikkalasi ham. Bularchi? 25 xunojin. Mana obunachilar. 12,5 million so'mdan 25 million so'm bo'ldi. Nech pul bo'ldi og'a bu? Yenasi ketdi. Ha, yenasi ketdim bo'ldi. Bular nech pul bo'ldi? 25,5. Xunojin. Jupiga 25,5 million so'm bo'ldi. Bozordagi narxlar nima deyapti? Hurmatli obunachilar, kommentariyaga yozib. Nech pul bo'pti bu? 28. Bola nima? Bunachi. Bola xunojin. Suti nechta ekan? 6 ta sutga. Mana obunachilar. Nech pul bo'ldi buqa? 26 million 200 bo'pti. 26 million 200 ming so'm bo'pti, hurmatli obunachilar. Lekin bugun bozorda o'ta ham gavjin. Yana bola nech pul bo'ldi? 36. 36 bo'pti. Bolasi buqacha. 36 million so'm. Oldingizmi buni, tog'a? Sotildi. Sotildi. Nech pulga sotildi? Olindi, 44 ga olindi. 44 ga olinibdi. 44 ga olinibdi, bola buqa. Ustini nechtaga deb sotishdi? So'ramadingizmi? Bo'ldi. Nech pul ekan bu? Nech pulga? Aytishmadi. Dona buqacha olinibdi, narxini bilamiz hozir. Nech pul bo'ldi bu? 13,5. 13,5 million so'm bo'ldi, hurmatli obunachilar. Bo'ylari 80-85 pul ustida. Nech pul bo'ldi bu? 13 million so'm bo'ldi. Nech pul bo'ldi, tog'a? 12 dan 24. Buyurib nasib qilsin. Qashqar oldi. Chorvoz nech pul bo'ldi? 93. 9 million 300 ming so'm. Yana bitta yoshidan kelyapti.
Neç pul bo'ldi bu? Metaliga gibrid 13 milyon. 13 million so'm bo'pti. Semental va gibrid variantda. Buqa neç pul bo'ldi? Tog'a neç pul bo'ldi bu? 11,5. 11,5 million so'm bo'pti. Xunojon. Neç puldan bo'ldi bular? 38. Buqa neç pul bo'ldi? Aka, buni xayr voyinglar shuni. Yo'qdan chiqashmoqqa. Aytmaydilar. Neç pul bo'ldi mana shu tog'a? 65 ming. Taroziga ya 65 ming. 42 million 500 ming so'm bo'pti. 65 ming. 65 mingdan taroziga bo'pti. 42 million 500 ming so'm bo'pti. Nech pul bo'ldi bu buqa? Buqa nech pul bo'ldi? Ha, ikkitasi 70. Bularchi jupi? 18dan. 18dan 10 million 800 dan bo'ldi. Nech pul bo'ldi bular? 22 jupi 11 dan. Siznikichi? Bu nech pul bo'ldi? 11.9. 10.9 bo'lib, hurmatli obunachilar. 10.9. Sonboy. Nech pul bo'ldi xunoji? 96 aka. 96. Gap yo'q. 9 million 600 ming so'm xunojim bo'ldi. Mana obunachilar. Xo'sh, buqaga ishqiboz bo'lgan aka-ukalarimiz taroziga nech pul bo'lyapti? Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun addinni buqa bozorida ham addinni syomka qilib qo'yganmiz. Taroziga nech pul bo'lyapti? Qirq vaznga nech pul bo'lyapti? Hammasini yoritib qo'yganmiz. Uni ham addinni qilib mana Choroz YouTube kanaliga addinni syomka qilib joylab qo'yamiz qiziqqanlar uchun. Nech pul bo'ldi bu? 11.8. Bunisi kimdan bunisi? 15 million so'm bo'pti bu. Buchi? 25,5 million so'm bo'pti yana bola. Bola xunoji. Gap yo'q. Bola xunoji, hurmatli obunachilar. Nech puldan bo'ldi bular? 13 milyon 500 ming bo'ldi. Qancha? 13 milyon 500 ming. 13 million 500 ming. Hammasi qo'shqarmi? Hammasi qo'shqar. 13 million 500 ming so'm. Nech pul bo'ldi bu? Jupi tushib ketdi bitta. Mana shu ko'zi bor yo'q. Ha, bitta jupi tushib ketdi. Jup sheraga pastda dedilar. Nech pul bo'ldi bular? 27 bo'ldi aka. 27 million so'm bo'pti. Bola nima? Xunojimmi? Bola novoz. Ketdi mana bag'i, to'polon boshlandi bag'ida obunachilar. Oh, galas kelyapti. Nech puldan bo'ldi bular? Narxini bilishmaydi buni. 14 million bo'pti ana shu, gap yo'q. O katta qo'chqar nech pul bo'ldi? Qancha? 12 milyon 300. 12 million 300 bo'pti. Jon, kattaligini qarang buni. Gap yo'q. Voy, nech pul bo'ldi buqa? Narxini aytmaydigan aka-ukalarimiz ham ko'p, hurmatli obunachilar. Nech pul bo'ldi mana shu? 30 million. Bo'g'azmi? 30 million so'm bo'pti, qisra ekan. Nech pul bo'ldi bu? 15 million 700. 15 million 700 ming so'm bo'pti. Buchi? Ya? 17 million so'm bo'pti bu. Nech pul bo'ldi targ'il? 23 million so'm bo'pti. Buqa. 23 million so'm. Bozordagi holatlar nima deyapti, hurmatli obunachilar? Pauza qilib turamiz, mollar chiqib olsin rostmana. Yana bola nech pul bo'ldi? Qancha? 30 million 400 ming so'm bo'pti yana bola. Bular nech puldan bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 44 million 200 jupiga bo'pti, hurmatli obunachilar. Hoji va nech pul bo'ldi? Ota nech pul bo'ldi? 45. Ya, ikkitasi 45. Ikkitasi 45 million so'm bo'ldi. 42 million so'mga sotilgan buqa kelyapti. 42 million so'mga. 42 million so'm baho bo'lgan. Ichkarida sotilgan. Ichkarida yoritib berganda buni videosini. 42 million so'mga sotilgan. Nech pul bo'ldi bu? Nech pulga sotilmadi? Nech pulga sotilmadi dedilar? 18 ga sotilmadi.
Nech pul bo'lyapti xunoji? Nech pul oldingiz? 13 abi. 13,5 ga. Zo'rayapsiz, gap yo'q. 13 million 500 ming so'm bo'pti. Zo'r. Nech pul bo'ldi? 26. 26. 26 bo'ldi, 26. 4-qori. 4-qori. Bo'g'azmi? 5,5 oylik bo'g'az ekan. Voy, nech pul bo'ldi mana shu? Qaytaryapman. Nech pulga? 28. 28 dan qayt. Nomer qo'yib ketmaymizmi? Tushunmay qoldim endi. 11 million 8 zo'r bo'pti. 11 million 800 ming so'm, hurmatli obunachilar, ko'ring. Va bu nech pul bo'ldi? Narxini aytmaydigan aka-ukalarimiz ham ko'pda. Nech pul bo'ldi mana shu xunoji? 45 million so'm bo'pti, obunachilar. 45 million so'm. Qo'shqorlar nech pul bo'ldi? Jup 15 bo'pti. Gap yo'q. 15 million 400 ming so'm bo'pti jupa, katta qo'shqorlar. Nech pul bo'ldi mana shu? 21,5 million so'm bo'pti jupaga. Zo'r, xunoji. Qancha dedilar? Bilmaganlar. Xo'psizlangan aytganlar bemalol beramiz. Nech pul bo'ldi mana shu xunojillar? 14 dan. Gap. 14 million so'mdan bo'pti obunachilar. To'rttasi bo'pti 14 million so'mdan. Nech pul bo'ldi mana shu? Nech pulga? Ha, bilmaysizmi? Shopir ekanlar, bilmas ekanlar. Barakasi bersin. Qancha? 11,5 million so'm bo'pti. Qancha bo'ldi voy? Nech pul bo'ldi? 11 million? 11 million so'm bo'pti. Nari buqa 25 deyishdim, bilmayman. Nech pul dedingiz? Bilmadim. Bilmas ekanlar narxini. Narxini bilmas ekanlar. Bu 16 million so'm bo'pti. Gap yo'q. Yana bola nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 35? 2000 ga sotdim. 35 zo'r bo'pti. Qildi şeyni o'zida. Ha? 35 million so'm bo'pti. Bolasini o'zini 18 million so'm narx qilishyapti. Gap yo'q. Bolasi zo'r ekan. Nech pul bo'ldi bu? Nech pul bo'ldi mana shu? 28,5 million so'm bo'pti. Hurmatli obunachilar, buqa 28,5 million. Nech pul bo'ldi yana bola? 41 bola buqami? Xunojin. Bola xunojin. 41 million so'm bor. Videoda o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring va mana bunday ko'rinishdagi layklarni bosib turing. Hurmatli aziz obunachilar, malol kelmasa albatta. Mana shu nech pul bo'ldi mana shu buqa? 21? 21 million so'm bo'pti. Zo'r. 21. Bu ham 21. Ha, ikkalasi sherik ekan, gap yo'q. Bir xil ekan bo'shti. 21 million. Narxini bilmaysizlarmi? Buqa nech pul bo'ldi? 25 million so'm. 28 million. Nech pul bo'ldi xunoji? 11 million 700 ming so'm bo'pti. Jupiga nech pul bo'ldi bular? 11 ga 12. 11 ga 12 bo'pti, hurmatli obunachilar. Nech pul bo'ldi bu? 16,4. Qisirmi? 16 million 400 ga qisir. Nech pul bo'ldi mana shu ola? 17. 17. 17 million so'm bo'pti. 12,2? Narigisi-chi? 37 bo'ldi chupa. Jupa 37. Voy jonivor, 37. Ikkalasi 15 a? Ikkalasi 15 bo'pti, hurmatli obunachilar. 7,5 million so'mdan. Uchtasi 50 million so'm bo'pti. Mana shu uchala qora. Buqani yeriga kelyapti. Nech pul bo'ldi? 75 ming so'mdan taroziga bo'pti, hurmatli obunachilar. Ketdim.
Bo'ldi? 14. 14 million so'm bo'ldi. Hurmatli obunachilar. Ketdi. Nech pul bo'ldi bu? Yo'q, sotilgan yo'q. Sotilgan yo'q. Bozorda shipilab turibdi. Baho qilishyaptimi? Ha? Baho qilishyaptimi? Yo'q, ayollar go'shtman. Ha ha. Bo'ldi. Ko'rishyapti ekan shunchaki. Nech pul bo'ldi bular? 29 jupi. Jupi 29 bo'ldi. Hurmatli obunachilar ko'ring. Xo'sh, ketdi. Simentali ishqibozlari bormi? Nech pul bu? 25 million so'mdan 50 million so'm baho bo'lib, hurmatli obunachilar. Olingan joydan. Jupiga 50 million so'm. Nech pul bo'ldi bu? 16 million so'm. Nech pul? Narxini bilishmas ekan. Nech pul bo'ldi? 15,5. Bunisi-chi? 12 million so'm. Xunoji. Narigisi buqa, hurmatli obunachilar, ko'ring. Yoshlaridan. Tog'a nech pul bo'ldi bu? Ha, tog'a nech pul bo'ldi? 43 million so'm bo'pti. Bola buqa. Tog'a nech pul bo'ldi mana shu? 13,5. Assalomu alaykum. 13,5. Buyurib nasib qilsin. Zo'r bo'pti. 13,5 million so'm. Shved ishqibozlar, obunachilar. Mana. Bozordagi narxlar nima deyapti? Kommentariyaga yozib, xato kamchiliklar bo'lsa aytib ketsangiz, yozib ketsangiz, keyingi videoda to'g'rilab ketishga harakat qilamiz obunachilar. Nech pul bo'ldi? 36 bo'libdi yana bola. Bolasi nima buni? Bolasi buqa ekan, hurmatli obunachilar. 12 million 8 ming so'm bo'libdi mana. Ketdi. Hurmatli obunachilar, bugungi shular, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha. Narxiga qiziqqan aka-uka, bozor narxiga qiziqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Har doim sizlarga mana shunday videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.